Yaxshimisilar kichik do'stlar? Bugun biz tulpar bo'lg'um bor degan bir hikoyani anglab baqayli-ya. Bu zot qanday hikoyadir? Yop-yeshil, shundoq go'zal bir yaylaqda Makki ismli bir ot boshqa otlar bilan birga yashaydi ekan. Bu ot kechgacha yerlarda, patqoqlarda eg'nashni yaxshi ko'radi ekan. Shunga u davomli mehnat bo'lg'achqa uning atrofida chivinlar uchib yuridi ekan. Boshqa otlar bo'lsa, Makki bek sesiq buraydi. Uning atrofida chivinlar bakcha uchib yuridi. Shunga bizning uning bilan faqat o'ynag'imiz yo'q deb uni faqat arag'anmaydi ekan. Makki bo'lsa atidan kechgacha, "Hey, agar men tulpar bo'lib tug'ilib qolgan bo'lsam, mening do'stlarim bakli jiq bo'ladi. Tulpar bo'lgan bo'lsam, qandoq yaxshi bo'ladi, ha?" deb o'ksinib yuridi ekan. Shu yerda bir aqlli mushuk yapaloq bor ekan. Makkining bu xiyolini uqqan mushuk yapaloq bir kuni Makkiga, "Makki, men sening orzuyingning amalga oshishiga yordamda bo'lay" debdi. Makki, "Rostmi?" deb umidlanib mushuk yapaloqqa qarabdi. Mushuk yapaloq kalalarning qotiniga kelib kalalarga, "Mening Makkiga yordam qilg'im bor edi. Sizlar menga ozroq qaymoqinglarni beringlarchi" debdi. Kalalar mushuk yapaloqqa biroz qaymoq beribdi. Shuning bilan mushuk yapaloq dengiz sohiliga uchib berib, u yerdan uzunchoq kelgan bir bo'sh qolgan qo'lul qipini tepib kelibdi. Shu kuni oydin kechida mushuk yapaloq elib kelgan qaymoqi bilan Makkining badallarini oppoq sirlabdi. Hamda heliqi tepib kelgan qo'lul qipini Makkining bosh tarafiga ching qilib tush ketmaydigan qilib bekitibdi. Ertasi kalalar yaylaqda yaylab yurgan Makkiga qarab, "Hey, qaranglar, rostilla bir tulparga o'xshabdi-ku, haqiqatalla bir tulparga o'xshabdi" deyishibdi. Makki ovozini anglab, "Shundoq, to'g'ri dedinglar, xatolashmadinglar, men rostilla bir tulpar" debdi. Tuyuqsiz osmonda qop-qora bulutlar ko'rinibdi. Mushuk yapaloq ansirab osmonga qarabdi. Dal shu paytda sharqirab yomg'ir yog'ib ketibdi. Bu yoqqan kuchli yomg'ir Makkining badanidagi qaymoqlarni yuyib tushirib etibdi. Makkining ko'ngli yerim bo'lib yig'lashga boshlabdi. Kalalar Makkining ko'nglining yerim bo'lganligini ko'rib, uningga tasalli beribdi. "Ko'nglingni yerim qilmag'in, Makki, ko'nglingni yerim qilmag'in. Biz senga yana darhol jiq qaymoqlarni tayyorlab berayli" debdi. Makki cho'chib ketibdi. Hamda kalalarga va mushuk yapaloqqa qarab, "Sizlarning rostilla men uchun ko'nglinglar yerim bo'lyapti-da? Sizlar menga rostilla ko'ngil bo'lyapsizlar?" debdi hayron bo'lib. Kalalar, "Albatta, sening ko'ngling yerim bo'lsa, bizning ko'nglimiz yerim bo'ladi-da" deyishibdi. Shuning bilan Makki intayin xushal bo'libdi. "Sizlar mening hozirgi mushu holatimdimi meni do'st qatorida ko'ryapsizlar? Agar sizlar mening do'stim bo'lsanglar, men de bundan keyin ikkinchi tulpar bo'lishni orzu qilmayman. Men mana mushu Makki bitib turib berishni yaxshi ko'raman. Sizlarga rahmat do'stlarim" debdi. Ular hammasi xushal bo'libdi. Shundan keyin Makki hargizmi tulpar bo'lishni orzu qilmaydigan bo'libdi. U ana shu o'zining Makki holatida jiq do'stlarga erishibdi. Qandoq kichik do'stlar? Bu hikoya qiziqarliqmikan? Makkiningmi oxirida jiq do'stlari bo'lib, bak yaxshi bo'ldi-ya. Undaqda bugun hikoyamiz mush yerda oxirlashdi. Kelar qatimliq hikoyamizni ko'rishaylik. Xayr xo'sh.